Assalomu alaykum aziz bizning obunachilar. Bugun 2026-yilning 17-mart sanasida turibmiz. Bugun Xudoyberdi akamizga Jack X200 mashinasini Bartovoy variantidagini topshiryapmiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz aka. Mashinalar muborak bo'lsin. Aka, qora ko'zlar uchun bir ikki og'iz savollarimiz bor. Bir aytib o'tsangiz, mashinani qayerda ko'rdingiz aka? Instagramda ko'rib, Qizilqo'y akalarimizdan ko'rib keldikda aka. Mashina yoqdimi aka? Qaysi jihatlari asosan yoqyapti aka? Mashinani yuk ko'tarishlari, hadovoy sistemalari, yumshoqliklari yoqdi menga. Yuklarga ham qo'shib olanda, miyaqtiliklari, shim tomonlaridan yoqdi menga. Yana ham akamiz tadbirkor, tadbirkorlik yo'nalishini ham aytaman. Bemalol yoningizda ikkita pomocnik, ya'ni yordamchi ham olib yurishingiz mumkin. Motorlarda ham otqichlari ko'p. Xudoyberdi akamiz Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanida balon diska sotish bo'yicha shug'ullanadilar. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda raqamlar qoldirib qo'yamiz. Akajon, mashina muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Bu mashina shot spravkasi, bu esa kaliti. Mana bular esa sizga bonus sifatida beriladigan sovg'alarimiz. Azizlar, keyingi o'rinda albatta mana akamiz ham ko'p ko'rgan ekanlar. Mana shu joyda bo'lishni niyat qilgandim dedim. Mana o'zlari turibdi. Xudo xolasa keyingi o'rinda albatta siz bo'lasiz. Pastda raqamlar qoldirgan, bemalol aloqaga chiqing. Toshkent Motors sifat qiymat bo'lsin. Sog' bo'ling.